Assalomu alaykum aziz muxlislar. Kanalimizga xush kelibsiz. Toshkent shahar yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan poytaxt ko'chalarida qoidaga zid tarzda qo'yib ketilgan avtomashinalarning davlat raqamini yechib olinayotgani kuzatilmoqda, deya yozmoqda UzNews nashri. Jumladan 22 fevral kuni soat taxminan 14:00 da uznews.uz muxbiri Toshkent shahar hokimiyati ma'muriy binosi joylashgan hudud oldida bir necha nafar yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan Epica avtomashinasining davlat raqami yechib olingani guvohi bo'ldi. Albatta bu ko'plab poytaxtlik va poytaxt mehmonlari bilan ham yuzaga kelgan va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan holatdir. Haydovchilar shuni aniq bilib olishlari kerakki, avtomashina davlat raqami faqatgina texnik ko'rik davomida yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi organlari tomonidan nosoz deb topilgan. Shuningdek, texnik ko'rikdan o'tmagan yoki tegishli ruxsatnomasiz qayta jihozlantirilgan transport vositalaridan davlat raqam belgilari yechib olinishi mumkin. Ichki ishlar vazirining buyrug'iga asosan transport vositalaridan davlat raqam belgilarini yechib olish to'g'risidagi nizom tasdiqlangan bo'lib, nizomga asosan yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari avtotransport vositasi texnik ko'rikdan o'tmagan yoki tegishli ruxsatnomasiz qayta jihozlangan holatlardagina avtotransport vositasidan davlat raqam belgilarini yechib olishlari ham mumkin. Qolgan barcha holatlarda yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlarining sizga tegishli bo'lgan avtomashinalardan davlat raqamini yechib olishga huquqlari yo'q.